Hech kim o'rgatmaydigan o'zbekcha lozim bichishi oson ikki xil usulini ko'rsataman. Atiga ikkita o'lchamdan chiqadigan bu lozim uchun buks aylanasi va lozim uzunligi kerak bo'ladi. Birinchi lozim uzunligini chizib oling. 98 cm. Eniga esa buks aylanasi bo'lingan 2 + 8 cm qilib gorizontal chizib oling. Qarama-qarshi chiziqlarni chizib korobka holatga keltirib oling. Bel chiziqdan pastga qaratib 30-35 cm og' chuqurligi uchun chizib oling. Old og'i uchun 4 cm, orqa og'i uchun 8 cm chizasiz va burchaklarni plavniy qilib lineyka yordamida birlashtiring. Endi esa oldidan 2 pastga, orqadan 2 tepaga bel chizig'idan ko'tarasiz va nuqtalarni birlashtiring. Old og'i tomondan orqa og'igacha tepa qismini konturlab qo'ying. Endi esa pastga to'g'ri chiziq tushiring. Bu bizga ikkala og'ini birlashtirib, ichki yon chok qismini plavniy qilib chizish imkonini beradi. Endi esa ko'rsatganimdek og'larini birlashtirib, buklovdan lozim poychasi uchun 17 cm chizing va xuddi shunaqa lineyka yordamida plavniy qilib chizing. Mana sizga oson usulda lozimni birinchi varianti. Xuddi shu tayyor lozimni birga bir qilib chizib oling. Og'larini birlashtiring. Poychasiga xohishingizga qarab 20 cm dan 30 cm gacha chizsangiz, bu kilot holatida keladi. Mana sizga o'zbekcha lozimni ikki xil varianti. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Shunaqa foydali videolar ko'rish uchun esa Telegram kanalimga o'tib oling. Andiza va kurslar uchun kommentariyga plyus qoldiring.